Ölüm to'g'risida paranglashaylik desak, tegib bo'ltirdik. Yoshlar bilan o'tmishni so'zlasak, bezor qilib, go'daklik qilgandek. Qiyirlar bilan odimiylik to'g'risida so'zlashaylik desak, hech tegiga yetib bo'lolmayotgandek. Sirtqa chiqsak, varamchurundan qochimiz. Erkinlik bo'lsak, qiyirg'ini tuymaydi degan. Gap qilmasangiz, vodka urkina degan. Modroq yursangiz, qiyir tatiq degan. Oddiy yursangiz, tugishibdi juma degan. Hamma odamni rozi qilib bo'g'ilib bo'lmaydi. Shunga boshqalarning nazaridagi dunyoda emas, o'zingizning dunyosida. O'zingiz yaxshi ko'radigan ishlarni qiling. Sizni kamchiligingiz bilan tang qabul qila oladiganlar bilan sirlashing. Sizni hamma kishining yoqtirib ketishi zarur emas. Ammo samimiy ko'nglingiz bo'lsalar, shu kifoya. Bu hayotda eng buyuk hadiya salomatlik. Eng go'zal holat qanoat. Eng yaxshi huzur sadoqatdir. Shunga boshqalar yoqtirsin yoki yoqtirmasin, yanala o'zingiz bo'lib yashang. Go'zallikka intilsangiz bo'ladi. Ammo hayoni qo'ltiqlab olish kerak. Suyishlarning eng kattasi o'zini o'zgalardanmi bakrak suyishdir. Go'zallikni suyishda yosh cheklimiz yo'q albatta. Shuning uchun men o'zimni hammadan yaxshi ko'raman.